84. Ögdilmişning o'dg'irmishga motam tutqanligi aytiladi. Ögdilmiş berib qarindishining qabrisini ko'rdi. Uni quchoqlab yig'ladi, ko'z yosh to'kdi. Dedi: "Ey qarindishim, tur, menga bir qara. Yüzüngni bir ko'ray, hasratim besilsin. Seni seg'inib ko'gili kagin edim. Nim uchun mendan didoringni yoshurding? Ey ko'nglimning toji, jenimning so'yimliki. Seningsiz bu fani hayotim qandoq o'tadi? Seni men yotganda tushimda ko'rdim. Sen ko'zimdan g'oyib bo'lib, mendan yiroqlashding.